bolachasini ham olibdi. Voy, buncha yaxshi oshdidan mayli. Menga beraymi ko'tarib? Akamni ko'taring. Yo, o'zim ko'taraman. Opam ketguncha yerga qo'ymayman. Ayajon, men keldim. Ay, opam yana gazanda bolalar bilan kelyapti ekan. Tasag'ana gazamga dariydi xos shular. Ko'tarasizlarmi? Yo, men mollarga suv berishim kerak. Men uyda tartanagini tozalayapman. Yo, men ko'zim og'riyapti. Ko'zni nima aloqasi bor? Yo, tizzamni ko'z og'riyapti. Ko'tarmayman. Tepib kiyib jurasiz sovg'ada. Yo, uy kiyim bilan o'yinchoqqa to'lib ketdi. Voy, nevaraginamga yetsa muallim, yetmasa jonimni beraman. Aya, bergan maykangiz jurtku. Yangi mayka ukang to'rilgana kiygan xolos. Keyin 4 martagina polartganmiz bu. Qancha xohlasang pul beraman. Bir martagina tog'adi, bir martagina tog'adi. Bir martagina tog'a desam pul berasizmi? Dada desang ham bermayman. O'zi tog'a desang boshimga urib kiradi. Tur qara. Abi jiyancham oti nima? Ha, birinchi jiyancham oti Xolmurod. Chapjilkasining tepasida holi bor-da, shunga shitib qo'yganmiz. Obid, mana jiyaningmi? Oti nima? Ya, bilmayman. Kimni bolasisan, ey? Jiyaningizman-ku tog'a. Ha, yo'q. Necha jiyanim bo'lsa endi bu? Oting nima edi? Sunnat. Sunnat? Nima unda uchun ot qo'ygan senga? Namaste. Voy, kakra, sen uchun sariq bola pizzadan oilaviy setini zakaz qilganman. Jiyan, 8 kishi bemalol to'yadigan oilaviy seti bor yo'q 165 ming so'm. Undan tashqari Ramazon tuhfasi setida 3 ta pizza, 4 ta razlik kola, 2 ta suv, xurmo bor yo'q 119 ming so'm. Voy, borib olib keldingizmi? Yo'q, Play Marketda App Store'da sariq bola pizza prilojeniyasi bor. Ana shuni skajat qo'yib, ana shundan bemalol zakaz qilsa bo'laveradi. Undan tashqari yaqinda bingo o'ynalayotgan ana shuni ham yutib olsa, uni ham jiyanga beramiz. Tog'a qonima chiqadi. To'ymas qilmasan, boya juvding-ku. Bor yana katakka borda bitta tuxum uchun teshimda simirib. Opani kimga tashab ketding? Tashab ketag'an? Yo'q. Hech bo'lmasa bittagina kiyimni tashab ketib o'tiramiz. Aya, men ketdim. Opa, ko'zga nasibim nima meni bolalarni tashab ketyapsiz? Olib keting. Bir haftagina qolg'aysiz. Hech kerak emas. Oqshomlar arilib quloqni yanjiydi. Ma, keyin ana uydagi kiyimlarni ham olib ket. Shunday siyib sasib tashlagan. Birinchi nevaraga boshqa boshqacha. Nima bularga boshqachasizlar? Ha, endi birinchi nevara o'sak bo'ladi-da. Keyin bitta bizlarda emas, mana hammada birinchi nevaraga hamma narsa beriladi-da. Keyingi nevaralarga shimildirib ham yo'q. Sizlarda ham shunaqami?